Bizni o'zbeklar uchun mo'jizadek tuyuladigan narsani ko'rsataymi sizlarga? Mana qaranglar, svetofor ishlamayapti. Tak, bitta o'tkazishyapti. Mana trak o'tib ketdi. Hozir o'tib ketgandan keyin narigi mashinalar keladi. Bu yerdagilar kutib turadi. Bitta shoshilmasdan o'tkazishadi. Mana qaranglar. Ana bittasi o'tib ketdi. Endi mana o'tish kerak, itibet. Ana, ko'ryapsizlarmi? Biz uchun bu narsa mo'jiza. Agar mana shunaqa svetofor ishlamay qoladigan bo'lsa, onasini yemsin. Qayerga qarab ketyapsan? Linga qaramaysanmi o? Qara! Bundan tashqari hamma kim miyasida sportsmenni yoqib oladi. Men axir 2 yil boksga borganman. Men hozir gap bilan yedirishga tayyor bo'lib turishim kerak. O'zimni qo'rqmaydiganroq bo'lib turib, qo'limni bunday qilib ko'rsatib turishim kerak oynada. Mening bunday sportsmenligim bilinsin, kachoyligim, nidavolni qarasam mendan qo'rqsin, ko'zini olib qochsin deb. Nima qilyapsan, xara?